Vinicius. Vini. Kylian. Uning zarbasi gol! 31-chi. Vinidan pas. Bo'ldim. Oltin butsak egasini topdim. Bugun do'stlar, xayrlashuv. Faqatgina bitiruvchilar maktab bilan xayrlashishmayapti. Vaskes ko'p tanqid qilingan, lekin Vaskes kabi o'rinni to'ldirgan futbolchi yo'q. Xatolarda tanqid qilgansiz. Har yerda o'ynashi mumkin bo'lgan futbolchi yig'layapti. Bugun ko'z yoshlari kuni. Bugun bitiruv kechasi. Luka Modric maydonni tark etmoqda. Do'stlar, afsona. Yomon ko'rib bo'lmaydigan futbolchi. Toni Kroos, afsonalar bir-biriga urildi. O'yin davom etyapti. Futbol to'xtabdi. Ana u ikkisining davrida oltin to'p olgan Luka Modric tugadi. Modricning faoliyati Realda tugadi. Ancelottining faoliyati Realda. Ancelotti yig'layapti.